narsalarimizni saqlaydigan joy qurib berishlarini iltimos qilgandik. Mana shu ish boshlandi bugun. Mana yer kavlaydigan traktor keldi, mana bloklar keldi. Mana shu boshlayotgan ishlaringni chiroyli qilib yakunlab berishlaringni sizlardan iltimos qilamiz. Avvalambor hammalaringni qo'shgan hissalaring uchun bolalar nomidan, mana shu yerdagi ishchilar nomidan, o'zim nomimdan, mana shu Spitamen nohiyasida yashovchi xalqlar nomidan hammalaringga katta rahmat aytamiz, minnatdorchilik bildiramiz. Ishlayotgan ishimizni Xudo o'zi o'nglasin. Hammalaring sog' salomat bo'linglar. Hammalaring ishlaringga omad. Mana samosalarimiz ham yetib kelyapti mana. Mana ma'lumotni gaplariga, mavzuni gaplariga mana ham qo'shil. Hammalaringga kattakon rahmat. Sizlar bor ekan, biz ham bor mana. Boringlarga shukr. Birlaring ming bersin, niyatlaringga yetaver, niyatlaring ijobat bo'lsin. Mana texnikalarimiz keldi, xudo xohlasa kavlashni boshlaymiz. Yana mana kamgina yordam qilib bitguncha xudo bitkazib bersak yaxshi bo'lardi, ham savob bo'lardi. Mana bularda zaxira omborlari yo'qligi sababli kachka piyozlar qayerda turishini ko'rsataman sizlarga, yuringlar. Mana hamyurtlarimiz ko'ringlar, mana kachkalari ham hozir yomon bo'lib qolgan. Kachka piyozlarini mana shu yerda saqlashar ekan. Shuning uchun sizlardan iltimos qilib so'rab chiqqandik. Shularga bitta zaxira omborchasi qurib berishimiz kerak deb iltimos sizlardan yana kamgina yordamlaringni berib yuborishlaringni so'rab qolamiz. Tashqarida turibdi, havo issiq, kartochkada so'lib qolgan.